Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Toshkent shahar vakilligining navbatdagi sayyor yig'ilishi Yangi Hayot tumani Niyozmat ota masjididan boshlandi. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Toshkent shahar bosh imom xatibi ustoz Abduqahhor domla Yunusov boshchiliklarida shahrimizning barcha imom xatiblari mazkur tumandagi xonadonlarga tashrif buyurib, ularga mehr va ziyo ulashishni niyat qildilar. Keling jarayonlarga birgalikda guvoh bo'lamiz. Assalomu alaykum aziz onajonlar, aziz farzandlarimiz. Fursatdan foydalanib barchalarni yaqinlashib kelayotgan yurtimizni mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Yangi o'quv yili boshlanyapti. Hadiyalarni qabul qilib olasizlar. Inshaalloh buni sababchilarni haqqiga bir minnatdorchilik ham duoylarda eslab qo'yasizlar. Yangi o'quv yillari muborak bo'lsin. Va bu farzandlar kelajakda yurtimiz ravnaqini yanada yuksalishiga, taraqqiyotini o'sishiga katta xizmat qilishadi deb umid qilib qolamiz. Xudovandan Alloh hammalarni qo'llab, hammalarni taninglarni sog' qilib, oilalariga bosh bo'lib, hamyoninglarga barakasini berib, umringlarni uzoq qilib, bizani sizlar siyladinglar, Alloh sizlarni siylab, boshinglarni omon qilsin doim. Hammanglarga rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Azizlar, bugungi tashrif doirasida yuzlab ko'ngillarga shodlik, xonadonlarga xursandchilik olib kirildi. Bu xayrli ishlar yurtdoshlarimizga bo'lgan yuksak e'tibor va muruvvat namunasidir. Yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi barchangizga muborak bo'lsin deya siz azizlar bilan xayrlashib qolamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.